Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugün 2026 yıl 18 avgust. 2023 yıl 18 avgust günü öyle bir tane koyduk masjid doğalasa. Mana bugün haşarchilarimiz doğalasa qishlarda terib xizmat qilyapti. Mana Alloh rahmat qilsin, otasi ham juda yaxshi insonda, Dusmurod akamiz, mana o'g'illari, birga ishlaydigan do'stlari xizmat qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Bu masjidni ishini oqlayiq, bo'layiq deb mana Ziyodul akamiz otalari, Akram akamiz, Murod akamiz otalari, Mumurqul akamiz, Dusmurod akamiz bular juda masjidimizga xizmat qildi. Bugun bolalar ham mana xizmat qilyapti. Al jazoul ihson illal ihson. Yaxshilikning mukofoti yaxshilik. Xizmat qilgan odamni farzandlari xizmat qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Xushtor akamiz mana rasvollar olib kelyapti. Charchamayapsizlarmi? Ey yashangizlar. Mana hasharchilarimiz g'ayrat qilib, xudo xolasa ishlar terishyapti usta bolalarimiz. Hormon usta bo. Ey yashang, yashang. Alloh rozi bo'lsin. Alloh barakasini bersin. Sido akamiz jo'ralar bilan qumlarda, rasvorlarda qilib tosh berishyapti. Asr namoziga ustalarimiz tahorat qilib nasib namozga chiqishyapti. Xolasa mana to'raxona orqa tomonini ham ishlari telyapti. Shu oldi bilan o'rtalari, yonlari qoldi, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin.